Bu sirni ochganim uchun travertin qilayotgan ustalar meni toshbo'ron qilib yormasa bo'ldi. Sababi men hozir uyda egalariga travertindan 15 barobar arzon tushadigan yo'lni o'rgatib qo'ymoqchiman. Xo'p, birinchi o'rinda erkak bo'lishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda devoringiz tayyor, xumshuvoq qilingan bo'lsa, akalar kompressorda arendaga olasiz. Любой joydan arendaga beradi. 50 ming so'mga beradi bunaqa varankasi bilan. Endi kompressorda olganingizdan keyin 20 ga 3 joyimizga 60 kvadrat joyimizga ketsa 3 qop yo 4 qop shpaklovka ketadi. Shpaklovkamiz bo'lsa 100 ming so'm bo'ladi общий. 100 ming so'm kompressor bilan 150 ming so'm bo'ldi. Aka, mana bu variankaga shpaklovkani suyuq qilib sepasiz, devorga sepganingizdan keyin bir 10 minut 15 minutdan keyin shpaklovka sergiydi, oqib qoladi. Undan keyin shpatel bilan shuni tekizlab olasiz, xuddi shunaqa naqsh chiqadi. Endi mashina naqsh menga yoqaveradi desangiz, qolaveradi. Agar oppoq bo'lsin desangiz, menga o'xshab oppoq bo'lsin desangiz, ustidan 100 ming so'mga emulsiya olib, aka qimmat emulsiya bo'lishi shart emas, emulsiya surkab yuborasiz. Общий 300 ming so'm bo'ldimi? Endi akalar, xuddi shuni ustidan 100 ming so'mlik lak olasiz, suv bilan aralashtirib turib, bitta surkab yuborasiz, 400 ming so'mga tushyapti. 20 ga 3 60 kvadrat joyimiz, akalar, travertin effekti 400 ming so'mga tushyapti. Agar shuni travertin qildirmoqchi bo'lsangiz, kvadrati mahsulot ichida 100 ming so'mdan 6 million bo'ladi. Endi 6 million qatta-yu 400 ming so'm qatta. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosasiz degan umiddamiz. Vodiy qurilishi bizda har doim foydali.